uchqunaga, ani havosi zo'r joylardan, yangi mahalla, suv, gaz, svet, kanalizatsiyadan ko'pchilik so'raydi. 3 qahramon postini bilasizlar. Shu yerda mana shu ikkita xonadongacha 1,5 kilometr chiqar chiqmas. Bu yerda o'zi parvoz deyshadi, hamma biladi. Bu yog'i Darxon mahali, parvoz Darxon. Somsani bilasizlar. Shunday o'sha yerdan chapga kirib, shu yerga kelasizlar. 1-2 sotuv, 6 ta xona, 2 ta sanuzil, juda chiroyli, yangi qurilgan, podключ, tepada terrasalari ham bor. Hozir ko'ramiz endi. Darvozalar, mana darvozalar ham bir allambalo darvoza. Mana mashina qo'yadigan joy. Shunda bitta mashina sig'adi, ikkita mashina bo'lsa, ko'chaga akkuratni qo'yasizlar. Qo'llarni yuvadigan joylarni hammasini qilib qo'ygan. Mana kirish qaraydi, mana kirish oyog'ini degan hammasini kafil qilibdi. Oshxona juda zo'r chiqibdi. Mana eshiklari ham baland-baland, mana bu yoqda hamma yoq ko'rinadi, mebellar tayyor, texnikalar bilan qo'yib qo'ygan. Endi birinchi qavatda mana bu yerda o'zini mana общий sanuzilimiz bor. Mana bu yoqda spalni, mana ham batareya, ham teplый pollar qilgan. Mana zalli eshiklarini ham juda chiroyli eshiklardan qilibdi. O'zi bu quruvchi yaxshi ukalarim o'zimni. 1 millionlik uylarni qurib sotadigan bolalar yaxshi narsalarni ishlatadi. Bet zal ham to'rtburchak, juda chiroyli did bilan qilingan. Mana zinalar mana yasindan bo'lgan ekan. Endi podvalni ko'ramiz. Podvalni ham boplagan, teplый pol, havo aylanadigan joylar, mana bu yoq katta keng joy, nima qilsanglar qilaverasizlar. Mana bu yoqda kotelning, mana bu yoqda холодный, mana monkani go'shtlarni muzlatib osib qo'yadigan, qazlarni osib qo'yadigan xona. Endi tepaga chiqamiz. Mana tepani ham mana xol qilib qo'yibdi, chiroyli qilib. Kirganda mana bu yoqda 10 pol, mana bitta spalni ko'rsatib. Ranglar chiroyli, rang dizaynlar zo'r ishlagan. Ortiqcha narsa yo'q. Shunday kirasizlar, o'zingizga ham yoqadi. Aybi mana bunaqa ekan, mana buni bunaqasin deydigan joyini o'zi yo'q. Xonalar ham normalniy tashalgan. Hamma joydan unumli foydalanilgan. Mana bu ikkinchi spalni bo'ldi. Mana bu yoqda yana bitta mana kattaroq spalnisi bor, o'zining orqada oynalari bor, ranglari zo'r. Mana bu hol. Eng qiziq joyi mana shu yoqqan joyi, eng zo'r joyi mana shu joy bo'ldi. Mana yomg'ir qor yog'sa ham shunday suvlar tushib ketaveradi. Mana bu qozoncha letni qo'yib, eshikni yopib, mana shu so'l qo'yib o'tirasizlar mana. Mana bu qo'ni qo'shnilar tabiat manzarani tomosha qilib, to'rtta shashlik massavalarni tashlab o'tiradigan joy bo'ldi. Hovlisi yo'q ekan demayli, mana hozir bu zamonaviy bo'lib ketdi. Narxi nech pul edi? 230 kvadrat. Narxini 170 ming so'rashyapti. Pastda egalar nomeri tez aloqaga chiqib kelib baraka qilinglar. Ikkita tayyor, tamom.